to'g'ri ichakni sigmosimon ichakka o'tish qismidagi obrazovaniya hosila bilan kelgandi. Bizga kelishdan oldin bular diagnozlari aniq edi, histologik tekshiruvlar olingan, natija chiqqan va 4 kurs neoadvans terapiyadan keyin biz bularni amaliyotga tayyorladik. Amaliyotimiz to'liq, Xudoga shukr, laparoskopik usulda o'tdi. Bularni to'g'ri ichakning oldingi rezeksiyasini laparoskopik usulda bajardik va tushuvchi ichakda olib kelib to'g'ri ichakning qolgan qismiga ulash amaliyotini bajardik. Bizda taxminan 4-5 kun yotdilar, uylariga javob berdik. Mana bugun amaliyotdan keyin 1 oydan keyin keyingi profilaktika uchun lechillarni olgani keldilar. Hozirlar ahvoli yaxshi, yomon o'zgarishlar yo'q, oldingi shikoyatlardan deyarli qutuldilar. Mana o'zlaridan hozir eshitishlaring mumkin. Assalomu alaykum. Men haqiqatdan ham Abdulhamid aka aytganlaridek shu klinikaga hozir ayni vaqtda yotibman. Lekin o'zimni klinik tariximni qisqa qilib aytganimda, menda ichimni kelmasligi, oxirgi holatida уже ichim qonli bo'lib kelib, juda ham az kelib, men bu narsani ketidan tushib, doktor Mallayevga klinikasiga keldim. Kelganimdan keyin menga bu tekshiruvdan o'tkazishib, operatsiyani taklif qilishdi. Keyin operatsiya bo'ldim. Haqiqatdan ham operatsiya juda ham yaxshi o'tdi. Men o'zim o'ylaganimdan ham a'lo o'tdi. O'zimning ahvolim juda ham yaxshi, alhamdulillah. Men boshqacha narsalarni kutuvdim, lekin u hodisalar umuman bo'lmadi. Miyamda butun o'ylab yurgan narsalarim yo'q. Haqiqatdan ham juda ham yaxshi o'tdi. Avvalambor bu klinikani vrachlari shunaqangi komandasi, hammaligi shunaqa bir sarasi yig'ilgandek. Haqiqatdan ham bu reklama emas, bu haqiqatdan ham bor narsa. Men o'zim shu narsani shohidi bo'ldim. Ko'proq bu olinayotgan inyeksiyalardan ham ko'proq menga bo'layotgan daldala, bularni menga bo'layotgan e'tiborligi, erinmasdan hamma narsani batafsil tushuntirishligi menga juda ham yoqdi. Bu klinikadan juda ham minnatdorman. Hammaga ham, masalan, shunaqa bemorlar buni eshitib qolsam, hammaga shu klinikani tavsiya qilaman. Lekin men juda ham minnatdorman bu klinikadan, komandalaridan, medsestralaridan, hammaligidan. 16 noyabrda buxar bo'ldik bu kasaldan. O'zimizga tekshirdik, licheniya oldik. Licheniyasi bir gili behtar bo'ldi. Keyin bu uyga javob bo'lgan bu bir gili battar bo'ldi. Bala ichi ketma bo'ldi. Ichi ketaverib 2 qat bo'lib qoldi. U doktorga aytamiz, bu doktorga shu Tojikiston aytamiz. Hech davosi yo'q. Mobaynil bir 20 kun bor. Analiz beh deyishdi. Keyin уже sabr qilolmay bilamiz. Ancha taraf kuchaydi kasali. Shu shekka olib keldik, mana bir taksis bizga sabab bo'ldi. Hamsoyamiz olib keldik shu Mallayevga. Xudoga shukr, mana yaxshi peshvoz olishdi hammalari, medsetra. Minnatdor biz yerdan to osmongacha shu Mallayevdan. Mana bir gila behtar bo'ldi bolam. Shundaqa o'ruzib, o'riqlab ketdi. Xudoga shukr, mana shu qizlardan, doktor, medsestra hammalardan biz minnatdor. Mana bolam Xudoga shukr bir gila behtar, shuncha yaxshi bo'lib ketdi. Men minnatdor Mallayevdan. Nima orzu niyatlar bo'lsa, hammalarning orzu niyatlariga Alloh yetkazsin. Avvalo Alloh sababgar, mana shular Xudoga shukr, mana kimki kasal bo'lsa, kelinglar, mana biz mana shuncha balamiz behtar bo'ldi. Behtarligi bor. Xudoga ming shukr. Avvalo Alloh, keyin mana shu Mallayev sabab bo'llar bizga. Bemorimiz kelganda ahvoli o'rta og'ir holatda edi. Shikoyatlari qorin pastki sohasida og'riqlarga, jinsiy yo'llardan oz miqdorda qon ajralmalar kelishga, siyganda achishishlarga shikoyat qilib keldi. Bemorda diagnostik qilganimizda bachadon bo'yni saratoni va saratonning to'g'ri ichakka o'sib kirishi aniqlandi va amaliyot o'tkazildi. Amaliyot laparotomiya, kichik chanoq bo'shlig'i evisceratsiyasi, to'g'ri ichakni oldingi pastki rezeksiyasi, limfodisseksiya D3, D3, descendorektal anastomol shakllantirish, qorin bo'shlig'ini aylash amaliyoti bajarildi. Amaliyotdan keyingi davrda bemorning ahvoli hozir stabilni. Xudoga shukr, mana yaxshiman. Mana shu klinikada ishlayotgan barcha doktorlari umri uzoq bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. Allohim bemorlarga
shifo beribdi. Hamisha qo'llari ochiq bo'lsin, yengil bo'lsin yuzlari. Sizlarga ham shu mana shu klinikani taklif qilaman. Yaxshi sharoitlari, hamma narsasi. 3 marta ximiya oldim. Ximiya olgandan keyin ozgina anaqadan keyin mana keldik. Mana operatsiyalar bo'ldik. Yaxshimiz endi, Xudoga shukr. Sharoitlari yaxshi, ovqatlari yaxshi, medsestralari yaxshi, doktorlari ham undan ham yaxshi. Hammasi baraka topsin. Qarashyapti mana. Bitta ancha surishtirdik-da. Keyin keldi bolalarim surishtirib. Kasal bo'lgan odamlarni ko'rdi, shular bilan munosabat qildi. Mana da 7 yil, 4 yil bo'lgan, 5 yil bo'lgan, yaxshimiz. Mana shu doktor o'zi qaragan dedi. Keyin shu bilan bolalar aytdi, bo'lmasa shu yerga boramiz dedi. Shu orqali so'rab surishtirib keldik-da mana. Yaxshiman endi, Xudoga shukr.